erta tongda uyg'onib oynangizdan qaraganingizda mana shunday yashil tabiat sizni kutib olsa, do'stlar, Farg'ona shahar Sadmiy sovxozida 11 sotixli hovlimiz sotuvga qo'yilmoqda. Bu yerda sotishga ko'zingiz ham qiymaydi. 10 yillik daraxtlar bor ekan. Bitta obzorni ko'ring, mazza qilishingiz aniq. Bay, uyning ichini qaranglar. Juda ham chiroyli zamonaviy uslubda qilingan. Birinchi qavatimizda oshxona bilan qo'shib hisoblaganda 4 ta xona. Ikkinchi qavatimizda ham 4 ta xona mavjud. Xohishingizga qarab bitta yoki bo'lmasam 3 ta sanuzil qilish imkoniyati sizda mavjud. 3-qavatga ko'tarilishingiz bilan kattagina xonani ko'rishingiz mumkin. Ikki chekkasida esa alohida kichkina xonalar bor. Xohishingizga qarab foydalanishingiz mumkin. Xonadonimiz to'liqligicha pishig'ishda qurilgan. O'rtasiga penaplex bilan utepleniya qilingan. Tashqi fasadiga esa obretsovka g'ish ishlatilgan. Buni qarang, qalinligini. Uyda ichki devorlari ham hattoki 1,5 g'ishda urilgan. Ushbu binoyimiz uchun mo'ljallangan darvozaxonani chap tomoniga qo'ygan holda hovlimizni o'rtasidan ikkiga bo'lish imkoniyati mavjud. Shunda ikkita hovliga joy qilishingiz mumkin. Bu yerda 1 sotix yer narxi 8 ming 12 ming dollar atrofida. Eng qiziq joyi, bunaqa kattalikdagi yer topish juda ham qiyin. Topgan taqdiringizda ham ortimda turgan mamlaqangi yashil tabiat sizda hovlingizda ichida aniq bo'lmaydi yoki bo'lishi uchun 10 yil mehnat qilishingiz kerak. Ushbu binoni qurgani esa qancha oy vaqtingiz, qancha asabingiz, qancha pulingiz ketadi. Juda ham pishiq qilib qurilgan ushbu xonadonimizda egalari 165 ming dollarga baholashmoqda. Albatta kelishadigan, ozgina kamaytirib beradigan joylari bor. YouTube'dagi to'liq videoni ko'rish uchun kommentariyaga video so'zini yozib qoldiring. Egalar raqami esa pastda opsiyada.